Yolg'iz ayol degan tamg'a taqdirda bor. Goh pisand kelishmaydi bir so'zimni, yolg'izlarga yaratganim o'zidir yor. Ayblashim xato bunda men o'zimni. Suyganiga Alloh sinov berar, biroq bir qanotda uchish parvoz olib kelmas. Ba'zan derdim, qayerdan ham keldi firoq. Yolg'iz farzand katta qilish oson emas. Kechalar yuragimni ezgan o'ylar. Otam qani desa Rahm shafqatning oxiri ko'pincha zarar bilan tugaydi, chunki vijdoningiz va qilgan yaxshiligingiz ba'zan sizga zarar sifatida qaytariladi. Men shaxsan o'zim shuni boshimdan kechirdim. Odamlar yaxshilikdan kasallik tug'iladi deyshadi, rostdan shunday. Qilgan yaxshiligingiz javobini ba'zan yomonlik sifatida ham olishingiz mumkin. Husumat sen uchun muncha taqasan, nechun atar jismimni yana yoqasan, qo'lingga tosh olib yo'limga bor. Onasi o'lganlar qanchamiz, otasi o'lganlar qanchamiz, yig'lab yig'lab jigar bandini tuproqqa qo'yganlar qanchamiz, yig'lab yig'lab jigar bandini tuproqqa qo'yganlar qanchamiz. Ayyor bo'l. Ming bir hiyla ishlat. Doimo kulib tur. Ularda yo'q hislatlar bilan ularni shunday maqtaginki, o'zlari ham ishonib qolsin. Rost gapirma, yolg'onchi bo'l. Rostini aytsang doimo aybdor bo'lasan. Qisqasi ilondan ham battarroq bo'lishing kerak. Samimiy bo'lma. Aslo samimiy bo'lma. Samimiy bo'lsang, qalbing toza bo'lsa, ular seni sevmaydilar. Unutma. Bizni nima sindiradi bilasizmi? Bizni yonimizda turib, bizni himoya qilishi kerak bo'lgan insonlar qarshimizga chiqib bizga qarshi kurashgani. Va undan keyin o'zimizni himoya qilishni boshlaganimizda, "Yo, sen o'zgarib qopsanmi?" deyshadi. Ba'zan aytgimiz keladi. "Sen meni yonimda turishing kerak-ku, meni himoya qilishing kerak. Qarshimga chiqib, dushman kabi men bilan kurashishing emas." Umrimizni yedi shu telefon. Kimda Samsung, kimlarda iPhone. Termulgandan ko'zlar chalajon. Padaringga ming la'nat telefon. Miyalarni gangitib qo'ydi. Oqibatga tupurib qo'ydi. Odamlarni band qilib qo'ydi. Padaringga ming la'nat telefon. Yo shu qari vaqtini olding. Yevropadan